Kelin po'shalar saharlikka uxlab qolib, endi nima tayyorlayman deb o'tirmasdan tez shu kam xarjgina taomni tayyorlab tashlaylik. Nechida turganinglarni hech kim bilmay ham qoladi. Birinchi tovuq filesini tuz, ziravorli va bolaligimizdagi tam monarx mayonezi bilan zapravka qilib olamiz. Qizigan yog'da ikkita tarafini qizartirib, ozgina suv solib 20 minutga dimlab qo'yamiz. Endi dunyodagi eng mazali sousni tayyorlaymiz. Ozginagina yumshoq sariyog'ga chesnok va monarx brendini sirli sousini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi baton nonni olib, ikkiga bo'lamiz. Sousimizni surib, ustidan sir solamiz. Ustidan pishgan tovuqni videodagi kesib qo'yib chiqamiz. Duxovkaga sirlar erguncha yuboramiz. Taomimiz pishguncha sizlarga muhim ma'lumot: monarx mahsulotlari bilan hozir yutuqli o'yin ketyapti. Xolodilnik, televizor, pilisos va savat to'la mahsulot yutib olishingiz mumkin. Shartlar juda ham oson. Shu reels kommentida 3 ta dugonanglarni belgilaysizlar. Monarx mahsulotlari bilan narsa pishirib, videosini o'z sahifangizda monarx va mani belgilab qo'yasizlar, bo'ldi. Taomimiz ham pishib chiqdi. Shunaqa sirlar erib, chesnoklar chiqib, butun oshxonalarni приятненький tutib ketadi. Issiqligida kesib dasturxonga tortishinglarni tavsiya qilaman.